Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'sha Arafatda turganlarida sahobalarga hajni o'rgatib turib, o'zlari duo qilib turganlarida Auzu billahi minash shaytonir rojim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dina. Sadaqallohul azim. Mana shu oyat, ya'ni bugunlik kunda men sizni diningizni komil qildim. Bugunlik kunda men ne'matimni sizga tamomidan ado qildim. Diningizni va o'zimni bu ne'matimni sizga to'liqligicha berdim va islomni sizdan din olarak rozi bo'lib qabul qildim. Diningizni komil qildim degan oyat aynan o'sha Arafat kuni nozil bo'ldi. O'sha kunda bizni dinimizni kamoli to'liq bo'lib, dinimiz to'liq bo'ldi. Komil bo'ldi. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhularga o'xshash sahobalar quvondilar. Sevindilar. Mana bizni dinimiz endi komil bo'ldi. Chunki ular oyatlar tushishardi, oyatlar tushar ekan kutardilar. Alloh yana bizga nimani buyuradi deya mushtoq bo'lib turardilar. Ammo bu oyatda sizni diningizni komil qilib qo'ydim degandan keyin ana endi dinimiz komil bo'ldi. Dinimizda endi noqislik bo'lmaydi, kamchilik bo'lmaydi, to'liq bo'ldi dinimiz deya quvonganlarda Hazrati Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu yig'lagan ekanlar. Ey Abu Bakr, hamma farah surur, hamma hayit qilib ketdi-yu, bayram qilib ketdi-yu, hammamiz dinimizni komilligidan quvonyapmiz, siz nega yig'layapsiz deganlarda bundan payg'ambar alayhissalatu vassalomni o'limini belgisi bo'lyapti deganlar. Bu Rasulullohning o'limini kelishligini aytayapti deb Hazrat Abu Bakr ho'ng yig'laganlar. Din komil bo'libdimi, endi Rasululloh biz bilan bo'lmaydilar deya Hazrat Abu Bakr bitta shu zot payqaganlar. Bu oyatning mazmunini. Demak nima ekan azizlar? Bu kunning ulug'ligi shunday ekanki, bizi dinimiz kamoliga yetgan kun ekan.